Suvdan anla, suvdan ey. Suv ichida suv. Ichvonna baqa burvarish kerak anishini ham. Turbani bera qo'ying ozgina. Turbani uchini. Ozgina. Vo'na, to'xtam, bo'chib ekanlar. Sal bera qo'yib qo'ying ozgina. Vo bo'ldi, ko'payib ketdi. Bo'ldi anshi. Ko'tarchi qo'lingni mendan ko'tarib oldim. Qani bir ko'tarinchi ko'raylikchi. Mana fermer akalarimiz o'zidan. Aka yoqadimi? Sizlarga aytdik-ku. Xudo xolasa siz 40 senti dedingiz, undan ham ko'p aka. Andijon viloyati Jalaquduq tumanida. Assalomu alaykum, kanalimizga obunachilar. Xudo xolasa biz yana keyingi nasos ustanovkamizni boshladik. Bu nasosimiz Andijon viloyati Jalaquduq tumanida bo'lyapti. Bu yerga biz ekonom variantda 18,5 kW nasosni qo'yib berganmiz. Gulbin nasos. Bu yerda montajlari hammasi Xudo xolasa video davomida ko'rsatib o'tamiz. Hozir suvlarimiz chiqdi. Bu tomonga suvimiz obratga qaytib tushyapti. Kanalda yangi bo'lsalaring obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishda emaysizlar. Suvimiz qaytib tushdi. O'sha 45 metr, 40-45 balandlikda 372 metr. Ya'ni bu tomoni. Общий o'shanda mana bu joydan boshlab 390 metr, 400 metrga yaqin bo'lib qoldi. Bemalol mana shu ofisiyandagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Endi nima gap? Suvdan anla, suvdan ey. Suv ichida suv. Ichvonna baqa burvarish kerak anishini ham. Turbani bera qo'ying ozgina. Turbani uchini. Ozgina. Vo'na, to'xtam, bo'chib ekanlar. Sal bera qo'yib qo'ying ozgina. Vo bo'ldi, ko'payib ketdi. Bo'ldi anshi. Ko'tarchi qo'lingni mendan ko'tarib oldim. Qani bir ko'tarinchi ko'raylikchi. Mana fermer akalarimiz o'zidan. Aka yoqadimi? Sizlarga aytdik-ku. Xudo xolasa siz 40 senti dedingiz, undan ham ko'p aka. Polni adirliklarga bu tomonda katta, juda katta nasos stansiya. Qani, ana shu katta nasos stansiya bo'laverdi. Bu yerga ekonom qilib, xudo xolasa 18 kilovatli nasosimiz bilan chiqyapti. Bu mana ko'rgan bo'lsang Andijonda eng baland yeri, Jalaquduqda eng balandidamiz. Bu tomondagi adir emas, bu daraxtlar. Biz bilan teng turgan urganda mana shu tomonda ko'rinmayapti antena. O'sha. Bolgariyaga kelib qoldikmi hozir? Bak investor. 372 metr. Ana. Uzunliğinden 40 metr. Kilolarlıkta suyumuz çıkıyorsun. 40 metr podium var. Visörtü vardı katta, brizon görüyorsunuz. Başından yana bir beraber balandlikka chiqib olgan. Shunaqa. Lekin suv vobshim normalchi-da. Nega aka, bir dildan suhbatlashamiz, shashilashamiz aka. O'tirib olib. Qilamizmi? Tamam endi. Ama ishonavering, kecha kuni ertalab boshlaganimizda kechga yurgizar ekanmiz, a? Bugun mana ertalabda qiziq bo'lmadi-da, 2 kundan qiziq bo'ldi-da. O'zi 2 kun bo'ldi. bir kun kelib kechgacha dam olib ketdik. Qurib yotgan yerlarida bolalarni qilib ko'kartish niyatida boshladik bu ishlarni, xudo xolasa yaxshi niyatlar bilan. Bayga suv chiqmagan ekan oldi umuman. Yomg'ir bilan Savxozdan chiqqan suvlar endi mana o'zini harakat qilib chiqdi. bog'lar endi bog' bo'ladi. Mana daraxtlar qurib ketgan suv yo'qligidan-a. Mashalarni bog' qilish niyatimiz bor. Aka yaxshimi? Ko'ngildagidami? O'shanga 18 dedikda 15 bundan ozgina pastroq beradi. Mana yana katta o'g'limiz ekanda, no to'rgacha. Nimaga to'lgacha? Shunga turib bo'lang chiqadi-yu. Yo'q, ya alohida aytamiz. Ha, unga shundan misol uchun shundan sal kattasi bor. Sal kattasi.
Klapini ham ochib qo'ydim. Avratka klapindan ham suvni haydayapti. Suv tugasa bu ham to'xtaydi hozir. Do'stlar, yana bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Buni kabelda sizlarga mashina 35 deb sotishda, bozorda 35 deb sotishyapti, 25 lik. Bu 25, 35 ning narxida urishdi. Dehqonlarni endi bilmaydi deb unaqa qilmanglar. Biz borib qolsak, o'zi berasizlar o'sha kabelni. Lekin buni dehqonlar jo'natganimizda bunaqa qilmanglar. Qaysi holatda bu qanday berdi bilmayman. Mash kabelni, hop, 35 lik deb beryapti-da, bunga 25 lik nakanishni beryapti. O'zini ham kallasi ishlab turibdi-ku. Lekin buni aldamanglar. 25 nakanishni ichida o'ynab ham qolyapti. Endi endi bunchalik emas-da. Buni hisobiga ko'p dehqonlar o'zi qo'yyapti, nasos yonib ketyapti. Keyin bizga keladi muammo. Shuni kabelni ham bir ko'rib qo'yasizlar. Hozir to'q. Yana endi bitta pus qilib beramiz akalarga, bir adindan olaylik deyishyapti. Bosin. Do'stlar, suv ketdi. Nasos joyini ko'rib turibsizlar, shlakablar bilan o'rab atrofini. Bu tomondan suv kiradi, setka qo'yiladi. Bu joyda 400 metrdan suv olib kelindi. Shu yerda vaqtidan oldin o'chirishibdi. Sababi mana uni ariqni 10 minutga qo'yganmiz, fazlashtadan 9 minutda o'chib qoldi. Ariq tozalagani suv yugurtsak, bular turib urib ketadi deb o'chib qo'yishibdi. Endi buni boshqalardan yurgizib beramiz. Xudo xolasa. Endi boshqacha ishladimi haligindan? Bundan endi suv ko'rmadingmi? Yo'q, yurishi ham. Aka suv maza bo'ldimi? Kamroqda bo'liyordingizmi yo ko'proqda bo'liyordingizmi? Biz endi ko'rmaganmiz, kam yo'lsaga kam taxmin qiluvdik-da. Ko'proq chiqdimi? Ko'proq chiqdi. Aytilganda normal chiqdimi? Zo'r chiqdi, zo'r. Ixchamgina 10 nacha ham oson bo'ldi. Suv to'ldir, boshqa yo'q. Yana bitta knopka bo'ldi. Ha. Ha. Hali suv yetib bormadi-da, chiqyapsin mayli. Klapinni tekshiramiz hozir bo'lmasam, qani? O'chirib. Mana klapinni ko'rdilar. Tugadi. Qalay bo'ldi aka? Go'zal. Zo'rmi? Go'zal. Hozir yana bitta doston mazaq qiladi. Bir mazaqlaylar. Bu ham bir nos kepida kepmi, undan o'tib ketdimi aka? Mashinalar bo'lyapti, noskar. Allohim dehqonchiligiingizga baraka bersin aka. Rahmat katta. Go'zal. Biz kutganimizdan a'lo chiqdi suv. Endi bular tag'in yana manolarda haligi aytmanglar, yana hali временно nasos yig'ishtirib olib ketiladi, shu bilan keyinroq hali qilinar ekan. Agarda hamma yo'q to'liq olib kelib qo'yganlarida Bir kunda o'rnatib ketardi. 500 metr turba bo'lsa ham nasoslar bir kunda xudo xolasa tayyor bo'lsa, ustanovkasi bor. nasosni o'rnatib bo'ldik.